Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durud salamlarımızı yollagandikin, qadirli qeyrindaşlar, Tarixi Nazar programımızın 18. sanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın meşhur rehberlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlı kitabını diqqatinglarga sunup kelyapmiz. Biz o'tgan qitimqi sanimizda Qutluk ve Türkeş devletlerinin birleşkenligi ve Türkistan'ın Xitoy asaratidan qutulganligi degan babdan başlap so'zlab kelib, Köktürk devletinin siyasi, ijtimoiy ahvoli ve medeniyet eserleri degan babga kelgan edik. İnşallah bugün kelgan yerimizden başlap diqqatinglarga sunishni davom qilamiz. Mikrofon oldida qayrindishinglar Abdullah Yalqun. Köktürk devletinin siyasi, ijtimoiy ahvoli ve medeniyet eserleri. Köktürk devleti Asiyanın umumi medeniyet tarixida muhim o'rinni egallaydi. Sharqiy Köktürk devletinin ikkinchi xonadoni bo'lgan Qutluk qag'anligi davridan bugun bizgacha yetib kelgan Orxun abidalari deb atalgan mashhur qadimki turk kitoblarini bizga meros qoldirib, qadimki turk madaniyat tarixiga g'oyat cho'ng bir xizmat ko'rsatgan. Buni tövende tafsiliy bayon qilaman. G'arbiy Köktürk devleti o'zining jug'rofiylik o'rnining muhimligi sababi bilan umumiy tarixda texmi cho'ng o'rinda turadi. Bu davlat yolg'iz Xitoy bilan emas, balki Iran, Sasani davlati, Roma, Bizans, Rim imperatorligi qatorliq cho'ng davlatlar bilan siyosiy va iqtisodiy munosabat o'rnatgan. Bu davlatlarga doimiy turishliq elchilar avatgan va u davlatlarning elchilari Köktürk o'rdisida turgan. Köktürk davlatlari milodiy 6-asrning ikkinchi yarmida yolg'iz Xitoy imperatorligini dahshatga selibli qolmay, shundaqla Sasani va amiliyatda Bizansni titratgan qudratga ega edi. Ichki siyosat. Yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek kuch-qudrat topgan Köktürk davlati bir asrdek muddat ichida Hingan tog'laridan Volga, Idil daryosigacha va Altay tog'laridan Hindiston chegarasigacha bo'lgan orliqdagi butun turk qavmlarini o'z hokimiyati ostida birlashtirib idora qildi. Bu joylardagi tinchlik va amonlikni saqlab, tartib, intizom o'rnatdi. Bu tinch farovonlik va tartib intizomlar natijasida atrofdagi davlatlardan Xitoy, Iran, Hindiston va Rum qatorliq davlatlar bilan o'zaro savdo tijorat ishlarini jonlantirdi. Bir-birlari bilan sanoat va madaniyat almashtirish faoliyatlarini xotirjam elib berib, bu jihatlarda o'zaro foydalanishga yaxshi imkoniyatlar tug'ildi. Iran va Rumning madaniy mahsulotlarini, tijorat mollarini to'shigan cho'ng-cho'ng karvonlar turk yurtining ichidan uzilmay bexaroman o'tib, toki Xitoy va Yaponiyagacha qatnab turdi va u yerning mollari g'arb dunyosi bozorlarigacha yetib bordi. Bu o'zaro almashtirish yolg'iz savdo sanoat bilan cheklanib qolmadi. Bir muncha ideya va diniy e'tiqodlarmi millatlar orasida bir-birlariga ta'sir ko'rsatdi. Bu mezgilda Ironda rivoj topgan Mani dini va Hindistondagi Budda dini O'rta Osiyoga kirib taraqqiy qildi va Xitoyga tarqaldi. Bu taraqqiyotlarning yuz berishidagi asosiy sabab turk yurtlaridagi tinchlik va amonlikning mustahkam o'rnatilganligi, jamiyatdagi tartib intizomning mukammalligi va sayohat, tijorat erkinligining bo'lganligidandir. Devlet teşkilatı. Köktürk devletinin teşkilatı Hollarning devlet teşkilatlarına nihayete o'xshaydi. Köktürk devleti yuqorida so'zlab o'tgan boshqa turk devletlarga o'xshash, xonliqlar va bagliklar umumiy ishlarda bir raisning bayrog'i ostida birlashtirilgan birlashma konfederatsion davlat bo'lib, hozirgi davlatlardek markazlashtirilgan davlat tuzumi emasdi. Turk xonlari va baglarining Köktürk qog'oniga tövendagi ishlarda bo'ysunish majburiyati bor edi. Birinci yot davlatlar bilan urush qilganda har bir xon va bag o'z askarlarini elib qog'onning rahbarligida urushga qatnashadi. Ikkinchi yurtning umumiy tinchligini qo'g'dash jihatda
qog'onning amri qattiq bo'lib, buyruqqa itoat qilishlari lozim edi. 3. Xonlar va baglar qog'on xazinasiga har yili belgilangan miqdordagi tartuq, ya'ni boj seliqni o'z vaqtida yo'llab berishi kerak edi. 4. Qog'onning tasdiqi bo'lmasdan yot ellar bilan do'stlik munosabat o'rnatishga ruxsat qilinmaydi. Undan boshqa butun ichki ishlarda har bir xon va bag o'z ta'sir doirasi ichidagi yerlarda mustaqil edi. Qo'shni xonlik va baglik bilan kelishim tuzish yoki so'qish qilish ularning o'z ixtiyoriga bog'liq edi. Mansab avlodga meros qoladi. Ko'kturk davrida Ilxon, Yabg'u, Tegin, Shod, ya'ni Shot, Obidshot, Tarxon, Tarqon, Buyruq va Cho'r deganga o'xshash sharaf unvonlar bor edi. Qog'on jamoatiga mansub shahzodalar Tegin, Shot yoki Obidshot degan unvon bilan ataladi. Orxun abidalaridagi tosh putuklarda yozilgan mazmunlarga qaraganda Tegin mutlaq shahzoda deganlik bo'ladi. Teginlardan biror viloyatga vali yo qabilaga boshliq bo'lganlari Shot. Bir qancha viloyatga umumiy vali yoki bir qancha qabilaga boshliq bo'lganlari Obidshot yoki Ididshot deb ataladi. Yabg'u bo'lsa mamlakatning bir bo'limini idora qiladigan qog'onning o'rin bosari darajadagi shahzodalarga maxsus beriladigan unvon edi. Davlatning yuqori darajalik amaldorlari buyruq va bag degan mansablarga bo'lingan edi. Qog'on jamoatidan bo'lmagan, ammo yurtda yuz obro'yi va cho'ng inovati bo'lgan mashhur zotlar Ilxon degan unvon bilan ataladi. Ilxondan keyin keladigan martabadagi unvonlar bo'lsa Tarqon, Bag'atarxon, ya'ni Bag'atarqon, Cho'r, qabila begi qatorliqlardan iborat edi. G'arbiy Ko'kturk davlatida hukumatning kotibat va hisobot ishlariga mas'ul bo'lgan amaldor mana bu ma'lumotlardan Ko'kturk davlatining nihoyatda muntazam, intizomli bir idoriy tashkilotga ega ekanligini ko'rib olamiz. Urf-odat va axloq. Ko'kturklar hozirgi Mo'g'uliston va Oltoyda yashagan. Aholisining bir qismi ko'chman holda chorva mol beqib, ovlab hayot kechirgan. Bular teridan yasalgan chidirlarda o'ltirib, yayloqdan yayloqqa ko'chib yurgan. Bularning bir qismi shahar kanitlarda yashab, dehqonchilik, bog'vonchilik va o'rmonchilik bilan tirikchilik qilib, yozda yayloqqa chiqadi. Ko'kturklar davrida Mo'g'uliston va Oltoyda shahar yo'qdi degan rivoyatlar yolg'on. Chunki Orxun, Selinga, Onun, Kirolin, Infra, ya'ni Angara, Yama, ya'ni Yansay, Irtish va boshqa iqin bo'ylarida yuzlarcha cho'ng kichik shaharlar va obod joylar bor edi. Hozirgi zamonimizda bularning xarobilari o'ttirg'a chiqmoqda. Shahar xalqining ko'pinchisi savdo sanoat bilan shug'ullangan. Karvonchilik qilib, uzoqlarga berib tijorat qildiganlarmi oz emasdi. Ziroat va bog'larni sug'urish uchun eriq o'stan va ozma, ya'ni to'sma qatorliq suv qurilishlarini yasaydigan mahir ustalarmi ko'p edi. U chaqda turklarning kiyim-kechaklari Xitoylarninkiga biroz o'xshab qoladi. Ammo Xitoylar aksicha turklar pashlarini o'ngdan so'lg'a qilib yo'gaydi. Sochlarini tushirmay uzun qo'yib o'tadi. Hamma kishi otga minishga va o'qya etishga mahir edi. Turklarning kaskin qilishlari, hayvon mungizidan yasalgan o'qyalari va isqirt qandak ovoz chiqaradigan o'qlarining donqi har tarafga tarqalgan edi. Oltin, kumush va qimmat baholiq toshlar bilan zinnatlangan ziri munchoq qo'llanadi. Qimiz va arpa hariqi ichadi. Ko'kturklar jangovar tabiatlik bo'lishi bilan tang insonparvar va rahimdil edi. Shu chaqlardagi Asur va Kildan degan millatlarning zafar obidalarida yozilgan xotiralaridan o'zlarining vahshiylarcha yurgizgan qatliam, bulang-talang va buzush, yo'qotish qatorliq harakatlarini faxrlangan holda yozib qoldirganligini ko'ramiz. Lekin turklarning zafar obidalarida bundoq narsalar hech uchramaydi. O'zini tangdishi yo'q madaniy bir millat deb atab olgan Xitoylarning tarixiga bir qaraydigan bo'lsak, mayli o'z joylarida bo'lsin, mayli tajovuz qilib kirgan joylarda bo'lsin, ilib borgan qatliamlari, buzush, yo'qotish qatorliq vahshiy qilmishlarining misollari bilan to'lib toshgan. Hunar sanoat. Ko'kturklar
Ergenekondagi chog'larida kandin tumir javhari, ya'ni rudisi chiqarib, tumirdan har xil harbiy qurol, asbob, saramjonlarni ishlab chiqarishda toza voyaga yetgan edi. Xitoy tarixlariga ko'ra, keyinchi ko'kturklarning tavalligidagi Jo'jan tatarlari ulardan o'ginib, bu sanoatdan bek foydalangan ekan. Ko'kturklar qog'onliq qurgandan keyin bu sanoatni texmo rivojlantirgan ekan. Bu qog'onliq davrida Mo'g'uliston va Oltoy xalqi oltin kumush qatorliq ma'danlarni kashf qilib, pishiqlab ishlab har xil zinnat buyumlari yasab, boshqa millatlarga setishga boshlagan. Shu chog'dagi turk san'atining taraqqiyoti haqida milodiy 669-yili Rim imperatori Justinus tarafidan G'arb yabg'usi Istimi xonning huzuriga avatilgan elchi Zimark, ya'ni Zimarxning qog'on ordisida ko'rganlaridan yozgan xotirasi bularni isbotlashga yetarlikdir. U xotirasida mundoq deb yozgan: Turk yurtlaridagi oltindan yasalgan narsalarning nozukligi, chiroylikligi va san'atdagi ustunligi Rim imperatorligida yasalganlardan hech qilishmaydi. Men Istimi xonning bir qancha ordisidagi oltin buyumlarning ko'pligiga hayron qoldim. Meni Istimi xon tantanalik bir murosim bilan huzuriga qabul qildi. Ordisi butunlay yipak zilcha, yipak ko'rpa yostiq va yipak pardalar bilan zinnatlangan. Istimi xon meni bu ordida oltin taxtida o'ltirib qabul qildi. Ordining hashamatlik bezilishi Rim imperator saroylarininkidan qilishmaydi. Bu yerda bir necha qumg'on, ya'ni abtuva ko'rdim. Bu qumg'onlarning ustiga nihoyatda chiroyli naqsh va rasmlar bakmo ustulik bilan uyulgan. Ordining to'riklarining hammasi oltin bilan qoplangan. O'ttirda 4 oltin to'zqush ustiga o'rnatilgan g'oyat hashamatlik bir oltin taxt turadi. Ordidagi oltin qochi qumushlarni, qimmatbaholiq bisot saramjonlarni va oltin kumushdan yasalgan hayvon suratlarini hayronlik bilan tomosha qildim. Turklarning bu xil ma'dan mahsulotlaridan yasagan har xil asbob, qurol-yarog' va boshqa jabduqlarni turk yurtlarining boshqa joylarida mo ko'p uchratdim. Tijorat. Ko'kturk zamonasida turklarning tijorat ishlari eng taraqqiy qilgan davr edi. Bizantiya, ya'ni Rim, İran, Hindiston va Xitoy qatorliq davlatlarning o'zaro tijorati shu davrning eng cho'ng savdogarlari bo'lgan Sharqiy va G'arbiy Turkistonlik tijoratchilarning qo'lida edi. Bulubmu Xitoyning yipak raxlari, tovar, durdun va kimxob qatorliq yipak to'qilmalarini yolg'iz Turkiston savdogarlari qurug'liqdagi karvon yo'li bilan Rim, İran va Hindistonga opirib setib, u yurtning mollarini elib kelib Turkiston va Xitoy bozorlarida sotadi. Turklarning tashqi savdodagi bu taraqqiyot va mamlakatlardagi millatlar orasida o'zaro iqtisodiy va madaniyat jihatlarda zo'r ta'sir ko'rsatganligiga oid tarixiy asarlar hozir shu mamlakatlarning muzeylarida ko'rgazma qilinmoqda. Yaponiyaning Harivi butxona muzeyida Sasani hukmdori zamonasida elib kelingan birmuncha qochquchilar saqlanmoqda. Bu davrda turklar qadimki turklar va hollarning dini bo'lgan Toyin va Shaman, ya'ni Qaman diniga e'tiqod qiladi. Ko'kturklar ustidagi osmonni va ostidagi yerni muqaddas deb bilib cho'qinadi. Ularga atab qurbonlik qiladi. Yilda bir qatim o'tkaziladigan diniy marosimda ko'kka, ya'ni osmonga ibodat qiladi. Orxun mangu toshlarida yozilganiga qaraganda Tangrining ismi Turk tangrisi deb atalgan va Qoqin O'may ismli tangrichining bovoq va kichik bolalarni tarbiyat qiladiganligi yozilgan. Demak, Ko'kturk qog'onligining qurilishidan ilgari Xitoyda rivoj topgan Budda va Mani dillari texi bu yerda tarqalmagan edi. Ko'kturklarda o'lim yetim. Ko'kturklarda o'lim yetimda dafni murosimi va ayin, duo talablar yo'q deb ataladi. Vafot bo'lgan kishi nafas o'zgan uyda yotqizilib, butun urug' tuqqanlar kelib, birer ot, kala va yoki bir qo'y chog'liq hayvon qurbonlik qiladi. Undan keyin meyit yotqizilgan uyning atrofiga yig'ilib o'ltirib, yig'izora qilishga boshlaydi. Birdamdan keyin hammasi qo'pib, otlarga minishib, uyning atrofini 7 qatim aylanib kelib, har qatim eshik oldiga kelganda
ün selip yığılığılı başlaydı ve pişanelerini pichaq bilan telip qan chiqarib, oqqan qonni yoshlari bilan yuz ko'zlariga surtib motam bildiradi. Dafn qilish ularning e'tiqodi bo'yicha muborak deb hisoblanadigan kunigacha saqlab, ba'zida kuzda o'lgan kishining atiyozda dafn qilinganligi rivoyat qilindi. Dafn qilish kuni kelganda oldi bilan marhumning yaxshi ko'rgan etini ko'ydirib, kulini va boshqa yaxshi ko'rgan narsa kerak va qurolini birga dafn qilish odatga aylangan. Dafn murosimi oyoqlashgandan keyin murosimga hozir bo'lganlar to'plashib, qabri atrofida 7 yoki 9 qitim aylanib, qurbonlik qilish bilan murosim oxirlashadi. Marhum hayotida qancha dushman o'ltirgan bo'lsa, shuncha tosh va yoki balbal deb atalgan beshi yo'q odam haykalini qabri atrofiga tizib qo'yadi. Orxun abidalari. Köktürkler zamanısında Şərq Moğolistan Türkleri öz tarihi hadiselerini taşqa, munarğa ve taş tamlarga uyup yezip yadigar qılıp qo'yish adeti avj algan idi. Bu yadigarlıklar, abideler, mengü taşlar Köktürklerning tarixini bizga yetkizgandan boshqa, shu chog'dagi turk tilining taraqqiy qilib, nihoyatda ustun bir adabiy saviyaga yetganligini ko'rsatdi. Bu mengü taşlarning bugungacha tepilganlaridan muhimroq bo'lganlari Şimali Moğolistondagi Orxun daryosining Koni iqini bo'yidagi Xo'shut Saydam yenida 1 kilometr orliqda tepilgan ikki mashhur mengü taşdır. Bulardan biri miladi 732 yili vafot bo'lgan mashhur Kültekin mengü taşı bo'lib, miladi 732 yili tiklangan. İkincisi miladi 734 yili vafot bo'lgan Bilge qolgan mengü taşı bo'lib, miladi 735 yili tiklangan. Bu mengü taşlarının 4 demiga hozir Orxun elifbasi deb nom berilgan qadimki turk elifbasi bilan turkcha xotirlar toshqa uyib yozilgan. Bu yozma yodikorliklarning ko'pragi Qog'onning o'z og'zidan yozilgan bo'lsa-mu, bir qismi Qog'on jamoatidan bo'lgan ulug' yo'lliq teginning og'zidan yozilganligi bilinmoqda. Bu yozma yodikorliklarda Sharqiy Ko'ktürk davlatining Xitoylar tarafidan keyingi istilo davrida Xitoylarning zulm va kamsitishleri, shu chog'dagi ba'zi turk baglari va boylarning umumiy turk millatiga qilgan xiyonatkorliklari va undan keyin iltirish Qog'onning qandoq bo'lib bu davlatni qutqizib, yangidan qurib chiqqanligi g'oyat jonliq va ta'sirlik iboralar bilan yozib qoldirilgan. Bulardan bir qismi Xitoycha yozilgan. Bu Xitoycha qismi shu chog'da Ko'ktürk qolganligiga boj soliq to'lab, tava bo'lib turgan Xitoy imperatori Xuanzongning og'zidan yozilgan ta'ziyanoma va madhiyalardan iborat. Shimol tarafdagi mengü taşlardan ikkisiga yozilgani bo'lsa, iltirish Qog'on, Bilge Qog'on va Qopag'on Qog'onga vazir bo'lgan Tonyoquq bagining og'zidan yozilgan. Bulardan boshqa yana bir qancha mengü taşlarimi tepildi. Bularning hammasi olimlar tarafidan o'qib yeshib chiqildi. Bu yazma yodikorliklarning tarixiy qimmatidan adabiy qimmati texmo cho'ngroq. Bu mengü taşlardagi xatlarning ba'zilari buzilib, o'chib ketgan bo'lsa-mu, ko'p qismi o'z petishi saqlanib qolgan. Bulardan ikki parchasini asli turk bo'lgan finlandiyalik sayohatchi olim o'z yurtiga elib ketib, Helsinki shahridagi milliy muzeyga qo'ygan. Bulardan bir qancha nusxasini topdim. Inshaalloh o'z lahjamiz bilan nashr qilaman. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib vaqt e'tibori bilan Tarixqa nazar programmamizning 18-sonini mush yerda oyoqlashtiramiz. Inshaalloh oldimizdagi sonimizda 10-fasl Sharq Turkistonda 2-Turkesh davlati degan bobdan boshlab huzuringizga sunishni davomlashtiramiz. Ijobatli duolaringlarda bizlar uchun ham duo qilishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.